Barcha yuk tashuvchi akalarimizga hammaga Surxondaryodan assalomu alaykum. Bugun Surxondaryo Deno Shinere avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Bugun mana shu pul topar mashinalarni barchasini obzor qilamiz. Oldimizda Deno Shinere avtosalonining menejeri Abdulaziz. Assalomu alaykum. Bugun Abdulazizdan to'liq Deno Shinere avtosalonidagi mashinalarni boshqa mashinalardan qanaqa ustunliklari bor barchasini ko'rib chiqamiz do'stlar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar va yuk tashuvchi akalarimizga bu videoni yuborib qo'yinglar. Birinchi o'rinda men bilishim kerak bo'lgan narsa, bu yuk mashinamizga qancha yuk olsa bo'ladi? Bu yuk mashinamiz T30 qo'sh balon 3 tonnagacha yuk ola oladi bemalol. 2,5-3 tonna. Bemalol ola oladi, ha? Shunday. Ya'ni labolardan ko'proq oladi. Men sal tushunmayman buni. Shunday albatta. Labodan o'rtoqlar ko'proq olar ekan. Ya'ni labo adashmasam 1 tonnagacha olsa kerak. Undan 2 barobar ko'p bo'lyapti. Keyingi masalasi mana bu ko'rayotganim ikki tomonda mana shunaqangi metalli balon o'rnatilgan. Bu zavodskoy, to'g'rimi? Shunday bu Zavoddan gaz bilan chiqib keladi. Bu nechtalik balon bilan chiqadi? Bu ikkita 100 talik bo'ladi. Bemalol 400-450 kilometr yurib bera oladi. O'rtoqlar tasavvur qiling, bitta zapravka qilasiz. 400-450 kilometrgacha bemalol yursa bo'ladi. Keyingisi bu modelimizda eng asosiysi nomlanishi bu qo'sh balon. Mana ko'rib turganingizdek, ikkitalik balon bilan bu ham zavodskoy chiqib keladi. Endi bu nega aynan bu ikkitalik qo'sh balon bilan chiqib kelgan? Faqat yuk uchunmi yo boshqa xususiyatlari ham bormi? Asosan yuk ortganda botib qolmasligi uchun, qiyinchilik ko'rmasligi uchun ikkita balon qilingan. Bu ya'ni bitta balonliga nisbatan ko'proq yuk olishini ta'minlab beradi. O'rtoqlar, demak qaranglar, Surxondaryoda endi bizda baribir ham tog'li, dala yo'llar ko'p, yomg'ir bo'ladimi yoki qanaqadir og'irroq yuk bilan, mashina bilan borganingizda botib qolmas ekansiz. Keyingisi mana bu yerda benzin ekan. Benzin qancha ketadi? Bu ikkita 100 talik metalli qo'sh balonimizda asosan 25 litrgacha benzin oladi. 25 litr yana qo'shimcha benzin varianti bor. Undan tashqari mana bu yerda bitta zapaska balon ham bor. Xo'p, o'rtoqlar, kuzov aniq bizda. Menga qiziq bo'lgan narsa, men ko'p labolarda ko'rganman, mana shu joyi tekis bo'ladi-da. Buni adashmasam sidenasi yotadi, ha? Shunday. Bo'lmasa sidenasi ichkariga o'taylik. Siz tomondan o'ting. Xo'p, o'rtoqlar, mana T30 qo'sh balonda ichki holati, monitorlari bor ekan. Xo'p, endi boshqa yuk mashinalariga qaraganda nima ustunlik tomonlari bor bu modelimizni salonida? Bu asosan hozir issiqlik kuniga konditsioner mavjud. Konditsioner bor, xullas Konditsioner mavjud, ha. Yuk mashina bo'lishiga qaramasdan rollar elektronika, boshqarish rol ham elektronik. Buni ham hozir ko'ramiz. Bitta o'taltirib o'zingiz ko'rsating. Birdaniga. Bu bemalol elektronika rollari. Bemalol yengilgina aylanadi. Shunday. Xo'p, keyingi yana xususiyatlari, monitor bor, sensor, ha? Shunday. Sensor bo'ladi. Radiolar ishlayapti. Yuk mashina orqani ko'rish uchun zadniy kameralar bilan o'rnatilgan. Zadniy kamerasi bor. Bitta 30 qo'sh balonimizda ham. Eng asosiysi shu bitta nima yotadi, sidenli yotadi. Sidenalar yotadi. Bemalol yotgan holati ko'tarsa ham bo'ladi, yana. Bemalol ko'tarsa bo'ladi, bemalol. Xo'p. Endi motor qismi qayerda joylashgan? Motor bu sidenaning tagiga joylashgan bo'ladi. Sidenaning tagida. Hozir bu tomondan o'tamiz. O'zimizni ko'zimiz bilan ko'ramiz motor qismini. Xo'p. Mana. Motor nechtalik buni? Buni 1.5 motor bo'ladi. 124 ot kuchiga ega. Bu remelli, ha? Sepli bo'ladi. Sepli bo'ladi, ha? Albatta. To'la yuk mashinasini ko'rdinglar. Endi hamma uchun o'ylaymanki qiziq bo'lgan narsa, bu yuk mashinamizni tan narxi qanchaga olib chiqib ketsa bo'ladi naqdga? Bu mashinamiz tan narxi 201 ming so'm. Bu respublika bo'yicha bir xil narx bo'ladi. Hamma joyda, ya'ni respublika bo'yicha qaysi viloyatga borishdan qat'iy nazar narxi bir xil. Shunday. Demak, o'zimizda Deno Shinerada ham Toshkentdan olib kelishga qaramasdan narxi bir xil. Narxi bir xil. Men o'zim ancha 1,5 oydan beri kelib ketayotgan bo'lsam,
Xo'p, eng ko'p ushlangan holati bir shu 2 soatga maksimum olib chiqib ketyapti klientlar mashinalarni. To'lovlardan muammo yo'q. Xohlagan turga kelib olib ketsanglar bo'ladi. To'g'ri, bu Denov Shinere avtosaloni edi. Menejerimizga rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, bugungi modelimiz T30 qo'sh balon gazli versiyasi edi. Narxini ham sizlarga aytib o'tdik. Pastda yana nomer qoldiramiz o'rtoqlar. Aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerda qo'sh kabina bor. Keyingi videolarimizda mana shu qolgan modellarimizni ham to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Hozircha videoga bitta like bosib qo'yinglar. Bu yer adresi o'rtoqlar Denov Shinere avtosaloni Ulyanov больницаdan kelishda chap qo'lingizdan chiqadi mana shu bino. Kelib, o'zingiz haydab ko'rib, obzorini ko'rib, o'zingizni ko'nglingizga yoqqanini olishingiz mumkin va o'zingiz tadbirkorligingizmi, biznesingizdami, kunlik daromad topishdan ishlatsangiz bo'laveradi o'rtoqlar. Keyingi videolarda yana siz bilan ko'rishguncha.